Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga bor yo'g'i 1 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan ixchamgina 5 ta xonadan iborat bo'lgan 2 qavatlik korobka holatidagi uyning obzorini qilmoqchiman. Avvalo uyimizning uchastka gabarit razmerlariga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek eniga 8 metr 20 santimetr va uzunasiga 13 metr bo'lyapti va shu holatiga 1 sotixdan salgina ziyodroq yer maydoniga tushgan uy bo'ladi. Uyimiz shunchalik kichkina bo'lishiga qaramasdan 5 ta asosiy xona va qo'shimcha yordamchi xonalardan iborat. Xo'sh, endi bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, uyimizning material xarajatlarini aytib o'tmayman. Mana bu yerda hammasini yozma tarzida qo'yganman. Bemalol kimga kerak bo'lsa ko'rib, qarab olishlari mumkin. Men esa asosiy maqsad uyimizning tashqi ko'rinishlari, planirovkalarini bir boshdan ko'rib chiqamiz. Va boshlashdan oldin sizlardan yana bir iltimosim. Videomiz kimgadir ma'qul bo'layotgan bo'lsa, podpiska va like tugmalarini bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lar edik. Endi esa bir boshdan uyimizning ko'cha tomonidan qisqacha tushuntirib o'taman. Fasadlari, orqa tomonlarini, keyin tomlarini olib, birinchi etaj va ikkinchi etajni plan ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Umumiy ko'cha tomondan qaraydigan bo'lsak, mana bu darvozaxonamiz ixchamgina. Ko'rib turganingizdek, bitta kattagina razmerdagi mashina sig'adi va yonidan bemalol o'tib qaytishga joy ham qoladi. Mana bu darvozaxonamiz bo'lyapti. Kirganda to'g'ri mana bu hol bo'lyapti. Zinadan ikkinchi qavatga chiqib ketiladi. Uyimizga kiradigan asosiy eshigimiz mana bu yerdan kiriladi. Hozir buni ko'rib chiqamiz. Va ko'cha tomondan qaraydigan bo'lsak, mana bu bitta mehmonxonamiz bo'lyapti. Yoki mehmonxona yoki oilaviy o'tirib dam oladigan xona qilsa ham bo'ladi. Undan tashqari oshxonamiz ham bor. Va tepada o'sha mehmonxonamiz tepasida bitta kattagina yotoqxona bo'lyapti. Va shu yotoqxonamizning o'zidan to'g'ri mana uyimizda terrasa ham ko'zda tutilgan. Shu yerning o'ziga terrasaga chiqib o'tirsa ham bo'ladi, kattagina joy bo'lyapti. Va mana bunimiz bitta bolalar xonasi bo'lyapti. Xo'sh, bu proyektimiz Toshkent shahrilik bir mijozimizga qurilyapti. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, uyimiz uglovoy joyda joylashganligi uchun mana bu yerga bemalol terrasamizni, reshotkalarini joylashtirganmiz. Agar sizda bir ikki tomonda qo'shni bo'ladigan bo'lsa, oz-moz o'zgarishlar bo'ladi. Mana bu yerga devor qilinadi. Tomlar ham mana bunday shapkalari ikki tomonga chiqarilmasdan qiladigan variantlari ham bor. Xo'sh, orqa tomondan qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, mana bu yerda mana ozgina orqa hovlicha qolgan. Uylarimizga, xonalarimizga havo almashishligi uchun va yorug'lik tushishligi uchun bo'ladi. Mana bu oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonamizga yorug'lik mana shu yerdan tushadi. Ozgina o'tiradigan joychasi ham bor. Va bu mana bu zinaxonamizni yoritib turadigan oynamiz va bunisi tepada bitta bolalar xonasini yoritadigan oynamiz bo'lyapti. Tomlari mana shunday chiroyli shaklda qilingan. Bu ko'cha tomondan qaraganda ham juda ham yaxshi, chiroyli ko'rinadi. Endi bir boshdan birinchi etaj va ikkinchi etajni planirovkasini ko'rib chiqamiz. Buning uchun tomlarni yashirib turamiz. Birinchi etaj va ikkinchi etajni tomni olib tursak, tepadan mana ko'radigan bo'lsak, umumiy ko'rinishi mana shunday holatda bo'lyapti. Kimga kerak bo'lsa bemalol skrinshot qilib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, mana bu darvozaxonamiz, mana ko'rib turganingizdek, bu aytganimdek bemalol joy bo'ladi. Mana o'tib qaytishga yonidan ham, bu tomondan ham zinaga ham xalaqit bermaydi. Va ko'cha tomonda qaraganda mana bu zal mehmonxonamiz bo'lyapti. Va bu yerga mana bu to'g'ri darvozaxonadan kirib kelamiz. Kirganimizda mana bu qisqagina koridorcha bor. Bu tomonda mehmonxonaga kiriladi. Mehmon kelmagan vaqtlar oilaviy o'tirib televizor ko'rib dam oladigan xona sifatida yoki yana bitta qo'shimcha yotoqxona sifatida foydalanib tursa bo'ladi. Va kirganimizdan bu yerda mana bitta hojatxonamiz bo'lyapti, umumiy, va bu yoqda kotyol va kladovka xonamiz bo'lyapti, birinchi qavatimiz. Va shu yerning o'zidan mana bu yerdan bu yerga eshik qo'ysa ham bo'ladi, qo'ymasa ham bo'ladi. Oshxonamizga o'tiladi, to'g'ri. Va oshxonamiz mana bu yerdan to'g'ri orqa hovlichaga ham chiqib ketsa bo'ladi. Va oshxonaning o'zidan to'g'ri mana bu zinaxonamizga kiramiz. Zinadan to'g'ri ikkinchi qavatga mana shunday chiqib ketsa bo'ladi. Zinaning tagidan ham bu narsa kladovka sifatida foydalansa bo'ladi. Umumiy tepadan ko'rinishi mana shunday holatda bo'lyapti. Xo'sh, endi ikkinchi qavatini ko'rib chiqamiz. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, ikkinchi qavatimiz mana to'g'ri chiqadigan bo'lsak, zinadan mana bu yerdan aylanib zinadan to'g'ri chiqib kelamiz. Chiqqanimizdan keyin mana bu koridorchadan to'g'ri mana bu glavniy koridorimizga o'tamiz. Va bu yerga o'tganimizda mana bu yerdan bitta bolalar xonasiga kiriladi, mana bu koridordan. Va bu tomonda yana bitta bolalar xonasi, derazasi mana oshxonaning ustidagi xonamiz bo'lyapti. Va bu yerda umumiy hojatxonamiz bo'lyapti. Mana bu yerda masalan rakvina unitaz turadigan bo'lsa, bu yerda bitta rakvina bo'ladi. Shu yerning o'zidan qo'l yuvib chiqib ketsa bo'ladi.
hammomga kirib o'tirmasdan. Va bu yoqda общий hammomimiz bo'lyapti mana. Va koridordan to'g'ri ketadigan bo'lsak, bu ota-onalar yotoqxonasiga mana bunday kiramiz. Va shu yerning o'zidan bemalol mana bu eshik orqali terrasamizga ham chiqsak, yoz kunlari o'tirishga juda ham qulay va ko'cha tomondan qaraganda juda ham chiroyli ko'rinadi. Mana shunday holatda mana ko'chamiz ko'rinib turadi. Umumiy ko'rinishda mana shunday holatda, buni ham mana skrinshot qilib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana shunday holatda bo'lyapti. Material xarajatlarini aytganimdek mana bu yerda yozilgan, hammasi kimga kerak bo'lsa bemalol qarab olishlaringiz mumkin. Umumiy mana ko'cha tomondan yana bir bor ko'rinishi ixchamgina, chiroyli, kichik oilalar uchun juda ham ideal yechim. Xo'sh, mana yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib tushuntirib o'tdim. Kimga shunaqa proyektlar kerak bo'lsa yoki talab takliflar, biror bir masalada savol-javoblar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Telegram nomerimni video ostida mana bu yerda yoki bu tomonda qoldirib ketaman. Va albatta o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirib ketishlaringizni kutib qolaman.